Assalomu alaykum barcha YouTube kanal obunachilarimizga. Xo'sh, navbatdagi ishlarimiz atirgulimizni tayyorlab boryapmiz, ko'rsatib boramiz ish jarayonlarini. YouTube kanalimizga ko'pchilik obuna bo'lmay ko'ryapti, 40%, 60% atrofida. Obuna bo'linglar. Bundan bog'ga juda ham yaxshi ishlarimiz chiqib boradi. Asosiy gul tayyorlash jarayonlarini olib boramiz. Mana gul soygan tayyorlab qo'yganmiz, chizib tayyor qilib. O'rtada atirgul bo'ladi. Bu tomoni o'sha tayyor bo'lgan holatlari. Bu 2016-yilda tayyorlagan gullarimizni tayyorlamay qo'yadi. Xudo xolisa bularni yangita modellarni o'zgartirishlarni kiritib, takomillashtirib olib boryapmiz. Bu tomonda xudo xolisa atirgullarimizni tayyorlab ko'rsatamiz ertangi qismda. Bugun juda ham kech bo'ldi. 8:51 o'tdi. Hozir ishlarimizni sekin-sekin yastalayap olib boryapmiz. Bundan bog'ga skameykalar, koronalar barchasini joylab boramiz. YouTube kanalga obuna bo'linglar. YouTube kanalda obuna bo'lmasa ko'pchilik ko'ryapti. YouTube kanaldan kuzatib turibmiz. 40%, 60% atrofida odamlar obuna bo'lmoqda. Obuna bo'lganlar sana qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Biz taxta mahsulotlarni ham joylab boramiz. Taxta, reka, mana YouTube kanalimizda qanaqa ishlar bo'lsa, hammasini yetkazib berishga aqlimiz yetadi. Skameyka, xon taxta, tapchan so'rilar aytgan vaqtingizga yetkazib beramiz. Zakaz bersana bo'ladi. Telegram orqali chiqsani ham bo'ladi, WhatsApp orqali chiqsani ham bo'ladi. Kommentariyada yozib qo'yinglar. Kommentariyada agar biz javob qaytara olmasak, Telegram orqali aloqaga chiqsani ham bo'ladi. Chiroyli ishlarimizni bitkazib, chiroyli asosda tayyorlab beramiz.